Jo'rabek Rahimovich Rahimov 10-iyul 1981-yil Xorazm viloyatida tavallud topgan. 2003-yilda Toshkent davlat agrar universitetini, 2005-yilda esa Toshkent davlat agrar universiteti magistraturasini, 2012-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasini tugatgan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi olim agronom iqtisodchi. 1997-1998-yillarda Shovot tumani Guliston shirkat xo'jaligi a'zosi. 98-99-yillarda Shovot tumani Matqurbon Botir fermer xo'jaligi rahbari. 99-2003-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti talabasi, sirtqi bo'limida. 2002-2003-yillarda Shovot tumani Matqurbon Botir fermer xo'jaligi rahbari. 2003-2005-yillarda Toshkent davlat agrar universiteti magistranti. 2005-2006-yillari Shovot tumani Matqurbon Botir fermer xo'jaligi rahbari. 2006-2007-yillarda Shovot tumani o'simliklarni himoya qilish markazi otryadi yetakchi agronomi, markaz direktori. 2007-2008-yillar Shovot tumani hokimligi ish yurituvchisi. 2008-2011-yillarda Dehqon va fermer xo'jaliklari uyushmasi Shovot tumani vakilligi direktori. 2011-2013-yillarda Shovot tumani qishloq va suv xo'jaligi bo'limi boshlig'ining agrotexnologiya masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari. 2011-2013-yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi davlat va jamiyat qurilishi akademiyasini tinglovchisi. 2013-2014-yillarda Shovot tumani qishloq va suv xo'jaligi bo'limi boshlig'i. 2013-2016-yillarda Xorazm viloyati qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i. 2016-2018 Bog'ot tumani hokimi. 2018-2022-yillarda Qo'shko'pir tumani hokimi. 2022-2023-yillarda Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchisi. 2023-yildan Xorazm viloyati hokimi.